Qaynonam o'libdi deb ko'zi fingal bo'lib qolibman men. Kimdir telefon qilyapti. Ha, kuyov ekan. Ha. Ya, assalomu alaykum, anakondaning yeri, qandaysiz? Ha, anakondani kuyov qalaysan? Yaxshi yuribsanmi? Bu qaynonam urib ko'zini singal qo'yibdi-ku. Bu uyingga jo'na debdi, 55 ga kirdi, qayerga boradi bu? Meni uyimga kelib o'tiribdi. Boshqa boradigan joyim yo'q, kuyov deb keldi. Ha. Nima qildingiz o'zi, tinchlikmi? Anov erkimga kerak, ernega kerak degan ayol bor edi-ku. Ha. O'shanga qaynonang layk bosibdi-da. Shunga urishib qoldik, shunga urgan edim-da. Shu layk bosgani uchun urish kerakmi, qaynota? Nima qilish kerak bo'lmasa? O'ldirish kerak edi, o'ldirish. Sen shoshmay turgin. Hali qaynonangga aytib butun qoningni ichkizmasam agar qizimni dadasi emasman agar. U siz ham qizingiz dadasiz emas-ku. Nima? Ey, to'xta, nima deding? Ey. Nima deding? Bo'pti. Da? Nega mening ismim taxmina? Oyim bilan taxmin qiluvdik-da, bolam, bo'lmay qoldi. Xo'sh, qanaqa olamiz endi aka? Shu oldingda olaverasan uka. Bu shapkang necha? Bu shapkang yechma. Tanishsak bo'ladimi? Yo'q. Voy-u. Shoshmay tur, hali xotinimga aytaman. Akalar, kim sog'indi bu kunlarda? Egasi chiqib qolsa, qochardiga sakrab turadi. Hey! Aka, assalomu alaykum. Aha, keling. Aka, zrachka bor? Bu qaysi ko'zing yaxshi ko'rmayapti, jiyan? Mana unisi. Bunisimi?